G'irvimi kariz qaynonam bilan go'sht yegani, 2 yoshli o'g'limni tug'ilgan kunini restoranda nishonlamoqchimiz. Tak что bu video ozvuchkali video. Ketdik. Tez kunda profilimga yangi yo'nalishni ham olib kirmoqchiman, ya'ni makiyaj qilish yo'nalishi. Bu yo'nalishni olib kirmoqchi bo'lishimga vizajist Muazzam Jo'rayeva sababchi bo'ldilar. Shuning uchun skidkaga qo'yilgan 221 ming so'mlik kurslarni xarid qildim. Qizlar, sizlar ham shoshilib qolinglar. 너무 비싸. Ketsalar. 아유 너무 비싸. 야 하나에 7만 원짜리를 그걸 두 개를 하냐. Uydaanayo. Kechirasizlar, bu yerda qaynonam ikkita emas bitta go'sht yeysan deb so'kib beryaptilar. Xullas, Muazzam vizajistni 221 ming so'mlik kurslarni xarid qilib, butun umrlik dostupga ega bo'ldim. Bu kursda noldan boshlab professional darajagacha o'rgatiladi. Shuning uchun menga o'xshagan makiyaj qilishni bilmaydigan opa-singillarimiz ham bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Kursda har bir makiyaj ham yonbop va qimmatbaho kosmetikalar bilan qilib ko'rsatilgan. Bu degani sodda kosmetikalar bilan ham ideal makiyaj qilishni o'rganmasangiz bo'ladi. Bu kursning ichida yosh katta opalarimiz uchun lifting makiyajlari ham bor. Agar siz ham o'zingizga mos kosmetika tanlashni bilmayotgan bo'lsangiz, Muazzam vizajistni kurslarini sotib olishingiz tavsiya qilaman. Atigi 221 ming so'mlik kursni xarid qilasiz va butun umrlik dostupga ega bo'lasiz. 221 ming so'mlik kursda siz har xil turdagi makiyajlarni o'rganasiz. Muazzam Jo'rayeva juda ham professional vizajist bo'lganlari uchun ishlatayotgan har bitta kosmetikalarni bittama-bitta sizlarga tanishtirib chiqadilar. Atigi 221 ming so'mga butun umrlik makiyajlarni xarid qilsangiz bo'ladi.